Assalomu alaykum. Xayrli kun barchaga, aziz do'stlar. Eson-omonmisizlar. Ko'p kundan beri mana shu ovoz chiqarayotgan suv nasosi ustida bosh qotirdim-da. Juddayam ko'p kundan beri, mana qariyb 10 kun, 12 kun. Buni tushunib olish juda qiyin bo'ldi. Eng asosiysi, sen bilan birga ishlashadigan odam o'ta zukko, o'ta farosatli, o'ta keng fikrli, keng fe'lli bo'lish kerak ekanda. Shu agar qiladigan ishini oxirigacha aql bilan, farosat bilan, o'lcham bilan olib boradigan usta bilan ishlashsang, hammasi ishing to'g'ri yo'lga tushgan bo'lar ekan. Yo'q, bitta ishni boshlab oxiriga yetmasdan, uni o'lchamlarini olmasdan, millimetr, santimetrlarni hisobga olmasdan ishni qilib, chala-chulpa tashab ketadigan odam bilan ishlashmas kerak ekanda. Ayniqsa shu qanday deyman? E'tiborsiz, loqayd odam bilan ishlash juda og'ir ekan. Ayniqsa ser-ulfat, ichkilikka moyilligi kuchli odam senga har doim shu pand berar ekanda. Boshida labbay deb, oxirida pand berar ekan. Ana shunday odamlar bilan hech qachon ishlashmas kerak ekan. Seni qilayotgan ishingni u tushunib yetmadimi, unday odam bilan ishlashmasliging kerak ekan. Lekin shunday insonlar bor ekan, shunaqangi millimetrlab, santimetrlab har bir narsani hisob-kitobini joy-joyiga qo'yib, seni aytadigan gapingni bir qarashdan tushunib yetib, shuni o'zi joy-joyiga qo'yib beradigan insonlar ham bor ekan. Ana u odamlar bilan ishlashsang hech qachon yuking yerda qolmaydi. Seni ishingga, qilayotgan ishiga ichib kelmaydi, ichkilik bilan tarmashmaydi. Ichkilik bo'ldimi, u yerda xayr baraka ko'tariladi, rizq ko'tariladi. Men spirtli ichimlik ichganlarni mutlaqo yoqtirmayman. Ayniqsa ish paytida. Qolgan paytlari ichaversin, kim ichsa ichaversin. Unga qarshi emasman. Ayniqsa ish vaqtida mas'uliyatni ishni qo'liga olgan paytda ichkilikka mukkasidan ketgan odam bilan ishlash olmayman. Alloh sabr bersin ekan barchaga. Shu qatori menga ham. Sog' salomat bo'lasizlar. Sabr qilyapman.